Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2025-yil 29-may kuni navbatimizda bemor bilan hozir yana batafsil gaplashamiz. Diagnozi qanaqa edi opa, aytib o'tib ketsangiz? Mikrosefaliya muhitidagi гидрocefалия, ДЦП. Tushunarli. Demak, здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня 2025 год, 29 мая. Сегодня мы поговорим с пациенткой, у которого у нас были очень хорошие результаты. Сейчас с ними подробно поговорим. Marhamat. Kelganimizda umuman nima yo'q edi-da, faqat yig'lardi, yig'ilishi ko'p edi. Bu yerga kelganimizda ancha yig'ilishi qoldi. Kulishni boshladi. Umuman nimasi yo'q edi-da buni. Kulishni boshladi. Ovqat yeyishni boshladi. Nima? Ovqat yesaga tiqilib qolardi. O'zi yaxshi ovqatni o'zi yeyapti. Ichi qotardi. O'zi u ham yaxshi. O'zi qilyapti yaxshi. Yaxshi, demak, bizdan oldin qayerlarda davolanib ko'rgansizlar? Bu yerda qanaqa natijalar bo'lgan opajon? Samarqandda o'zimizda qilganmiz, ko'rsatganmiz, lekin natija bo'lmagan. Tushunarli. Demak, yana qanaqa dorilardan ichdinglar doktor Jalilovda ashlar? Ham bir qator aytib o'tib ketsangiz. Pankreatit, neyrorayd ichdik, sog'lom ichak. Ishtahali bolakay. Shulardan ichdik. Yaxshi, demak, bolani uyqulari qanaqa bo'lib qoldi? Uyqulari o'zi qanaqa edi? Uyqulari yaxshi emasdi, o'zi yaxshi. Uyqulari ham yaxshi bo'lib qoldi. Yaxshi uxlayapti. Yaxshi, demak, shunchalik natijalarga erishganlardan. Boshini uncha tuta olmasdi. O'zi sal tutyapti boshini ham. Ha, yaxshi. Demak, shunchalik bizda natijalarga erishganlardan biz ham xursandmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh shifo bersin. Yana qanaqadir qo'shimcha gapinglar bo'lsa, bemalol aytib olsanglar bo'ladi. Obunachilarimizga takliflar. Kelinglar, yaxshi mana. Biz 3-chi kelishimiz, lekin yaxshi natija ko'rdik. Shu doktordan. Yaxshi, demak, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh o'zi shifo bersin.